futbolni Toshkentda taruzli kul bo'ldi akalar. Nimaga kul bo'ldi deysizlarmi? Men qilib berayotgan narxi butun Toshkent qilib bera olmaydi. 20 ming so'mdan qilib beramiz. 20 ming so'mdan 10 fevral kuni akalar Food City'da 20 ming so'mdan qilib beramiz. Jigar yaqinroqdan keling bitta ko'rishing. Sekin anaqa joyini bundoq qilamiz, olamiz. Bismillah deb kesamiz. Okalarim, kenajonlar, tarvuz yeydigan payt keldi, to'g'rimi? 2026-yil bo'ladi, xudo xolasa. 2026-yil bo'ladi. Xudo xolasa aynan sizlar uchun tarvuzimizni kilosini 20 ming so'mdan qilib beramiz. Oka, brat, keling. Oling, yeng. Qanaqa ekan? Yo, yaxshilab yedingizmi? Zo'rmi? Zo'r, bomba. Tavsiya qilasizmi? 20 ming so'mdan tarvuzni zo'rini qilib beramiz. Okalar, kenajonlar. Hop, qonni ham 20 ming so'mdan qilib beramiz. 20 ming so'mdan. O, payzi nima bo'lyapti? Kesib ko'rsating. Buni ham kesamizmi? Xudo xolasa, payzi bo'lsin deyapti, xalqqa bo'lsin deyapti. Xudo xolasa 10 fevral kuni aynan sizlar uchun, okalarim, kenajonlar, Food City'dan kelib, bozorchi okalar kelib 20 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi. Mana buni qaranglar, juda ham zo'r, ideal bo'ladi. Ideal. Tarvuzga 5lik, tarvuzga 5, kilosini 20 ming so'mdan qilib beramiz. Food City fura qator prezidentning tegida aksiyani juda ham kattasi bo'lyapti. Bizning do'konlarga kelib, kilosini 25 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 1 kilosini 25 ming so'mdan aynan sizlar uchun xizmatdamiz. Like bosib tarqatib qo'yinglar, 11 fevral kuni sizlarni kutib qolamiz. Masalama.